Muhammadjon xormang. Ha, salomat bo'ling aka, salomat bo'ling. Qo'yga qarashmi? Ha, qo'yga qarayapsiz. Yana nima qilyapsiz? Yana machavinami? Ha, yana machavini so'layapmiz. Hap kommentariyalarda portlatib yuborishdi-yu. Endi xalqimizga aka bu chorvachilikdagi sirlarni oshkor qilmaymiz endi. Nimaga? Ko'pchilik tushunmasdan noto'g'ri negativ fikr bildiryapti aka. Unaqa demang endi yangi sirlardan, har xil sirlar deb aytaylik, bu xalqimizga foydasi tegsa, bu Negativlar yana yozadi hozir. Yana ximikatni berding, yana CD'ni berding, bavlni berding deb turib hozir yana kommentariyani portlatishadi bular aka. Ha, bo'lmasa bir machavina haqida, foyda yoki zarari haqida bir ma'lumotlaringizni olaylik. Ha, bo'ldi aka, bo'lmasa mana oshkorlaymiz sizlarga xudo xolisa. Ketdik. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Hozirda bizni YouTube orqali Nurmatov TV kanali orqali ko'rib turgan aziz yurtdoshlar, mana bugun videolarimizni keyingi qismini boshlaymiz. Muhammadjon, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Muhammadjon, o'tgan videoyimizda machavina bilan boqish usuli haqidagi videoyimizni ko'p yurtdoshlarimiz ko'rdi. Har xil kommentariyalar o'qigan bo'lsangiz, ijobiy, salbiy fikrlarni berishdi. Bir xilga aytdi, yangilik bo'pti, rahmat. Bir xilga odam misol machavina kimyoviy vosita, qo'yga zarari bor yoki bir xilgisi bo'lmayapti. Shunga o'xshagan juda ham ko'p kommentariyalar kelyapti. Shunga biz yechim, ya'ni buni foydasi yoki zarari haqida bir video tayyorlamoqchi bo'ldik Muhammadjon bilan. Muhammadjon, shu mana machavina haqida bir ma'lumot bersiz. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'tgan videoyimizda kommentariyaga har xil fikrlar berilgan, ijobiy fikrlar va salbiy fikrlar ham bor. Biz chorvachilikda boshlaganimizga mana xudo xolisi 20 yildan o'tyapti. Machavina berishdi, biz ham boshida sizlar aytgandek kimyoviy vosita hayvonlarga zarari bor deb o'ylaganmiz. Lekin buni aniq Toshkentda veterinariya yo'nalishi bo'yicha o'qigan oliy ma'lumotli vetlardan so'rab turib, mutaxassislardan so'rab turib, shu narsani berishga qaror qilganmiz va foydasini ko'rib kelmoqdamiz. Machavinani zararli tomonlarini birinchi bo'lib aytib o'tamiz, foydali tarafidan ko'ra. Zararli tarafi miqdorni ko'paytirmaslik kerak, asosiysi. O'zini quruq holatda berib bo'lmaydi yoki suvga aralashtirib berib bo'lmaydi bu narsani. Agar o'zini quruq berganda yo suvga qo'shib berganda, yemsiz shunday holatda qolgan taqdirda qora mollarda kasallanish olib kelishi mumkin. Lekin har doim o'sha yemni ustiga sepib berganda, me'yorni oshirmasdan, chegarani bilib turib qo'shib berganda, hattoki boqilayotgan turgan sut sohasida boqilayotgan turgan sigirlarga ham ijobiy ta'siri bor. Sutni ko'paytirish bo'yicha ham juda yaxshi ta'siri bo'ladi bu narsani. Bundan chiqib Muhammadjon, sog'in sigirlarga ham berish mumkin. Albatta, bu sigirlarga ham sinab ko'rilgan vosita hisoblanadi. Sutini sifatini ham oshiradi, sutini ko'paytiradi ham, ikki hissi. Muhammadjon, mana siz salbiy fikrlarini, ya'ni buni effekti, ya'ni salbiy effektlarni aytib o'tdingiz. Endi ijobiy tomonlari. Ijobiy tomonlariga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda organizmdagi ortiqcha qurtlarni olib chiqib tashlaydi. Ortiqchalik zarar ko'rganda qurtlar bo'ladi oshqozonda, shularni o'ldiradi. Asosiysi. Keyin oshqozonda sun'iy protein hosil qiladi. Sun'iy protein bu narsani salbiy tushunib qolishmasin kuzatuvchilarimiz. Sun'iy protein chorva hayvonlarimizni o'sishini tezlashtiradi. Suv buzishlari tezlashadi chorva hayvonlarini. Kichkina yoshdagilarga berib bo'lmaydi. Kattalariga qo'yiladi. Masalan, 50 kilo, 40 kilodan o'tgan qo'ylarga yoki 1 yoshdan o'tgan chorva mollariga, kattalarga bersa juda ham effekti yaxshi. Tovuqga, otga, quyonga, echkiga berib bo'lmaydi bu narsani. Asosan qo'y bilan molga bergan ma'qul chorva mollariga. Machavinani bergandan keyin qora mollarga, qo'ylarga berganimizdan keyin ko'proq chanqiydi, suvni ko'proq ichadi va buyrak sohasini tozalashga olib keladi. Asosiysi siyish ko'p bo'ladi. Chorva mollarini siyish ko'p bo'ladi. Ichki organini polni tozalab beradi machavina. Buni zarari haqida ma'lumotlarni keltirib o'tdik. Boshqa zarari yo'q. Faqat me'yorda berilsa,
miqdorini oshirmasdan chiroyli tarzda berilsa, och qoringa berilmasa, xudo xolasa hech qanday zarari yo'q machavina. Bundan chiqdi bu yuraklarda tosh, tuz yig'ilishi yo'q bo'ladi. Bundan chiqdi Sog'lom bo'ladi. Sog'lom bo'ladi. Chorva mollari juda ham go'shtlari ham sifat bo'ladi. Go'shtlarida sifat oshadi. Sutlarini sifat oshadi. Yana bitta foydali tarafi pichan, somon, yemlarda hazm bo'lish jarayonini ham yaxshilashtiradi bu narsa. Yaxshilaydi. Machavinani shunaqa yaxshi taraflari bor. Mana o'tgan videomizda negativ fikrlar keraklicha bo'ldi. Kommentariyalarda o'qib turibmiz. Bu insonlar masalan negativ fikr bildirayotganlar bu narsani boshlaridan o'tkazishmagan. Ya'ni sinashmagan. Sinab ko'rishmagan yoki chorvachilik bo'yicha bironta kitob o'qimagan bo'lishlari mumkin. Biz mana xudo xolasa chorvachilik bo'yicha kitobni ham o'qib kelyapmiz. Har xil mutaxassislar bilan muloqotlar o'tkazamiz. Toshkentda, masalan, Buxoroda, Samarqandda o'zimizning akalarimiz bor. Shular bilan gaplashib turamiz shu sohada chorvachilik bo'yicha. Aytishyapti, ximikat deyishyapti machavinani. Ximikat hech qanday, masalan, ximikat deyishimiz mumkin, lekin bu chorva sohasiga foydasi bor ximikat deyveramiz aka bu narsani. Bundan chiqdi o'simliklar uchun ximikat, lekin chorvada foydasi bor. Albatta, chorvaga ham foydasi bor. Men o'simliklarga ham foydasi bo'lyapti-ku aka. Faqat nimasini minus tarafini o'ylamasdan bu narsani sinab ko'rishlarini tavsiya qilamiz xalqimizga. Go'shi masalan aytishyapti, 4dan birini yo'qotib qo'yadi, 4dan biri suv bo'lib qolib. Shunday fikrlar bo'ldi kommentariyada. Lekin aka mana o'zimiz kechagina qassobga qo'y so'yib berdik. Xudo xolasa chiroyli tarzda chiqdi. Qassoblar ham davolangan, boshqasi ham hammalari xursand. Go'shtlarning sifati ham juda ham Xullas ta'siri bo'lgani yo'q demoqchisiz-a? Nojo'ya ta'siri yo'q. Go'shtga ham yoki sutga hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q. Ko'pchilik chorvadorlarimiz bu narsani ochiqlamaydi. Biz bu narsani ochiqlayapmiz xalqimizga. Maqsadimiz nima? Ko'proq xalqimiz chorvachilik bo'yicha ma'lumotlarni oshirishni xohlaymiz biz ham. Berib turgan yemlari tezroq tanasiga ta'sir qilishini xohlayapmiz. 1 kilo kunjara berib turib, masalan 200 gram, 300 gram ves qo'shmasin, shu 400 gram, 500 gram kerak bo'lsa ves qo'shsin deb turib, et olsin deb turib gapirilayotgan turgan gaplar to'g'risi. Bu bizga hech qanday machavinani reklama qilishimizdan yoki manfaati yo'q-da bizga. Buning hech qanday manfaati yo'q bizga. Tushunishim bo'yicha Muhammadjon, mana misol boqib kelasiz, chorvachilar o'zi biladi. Misol uchun qiyinlashib ketganda hozirgi paytda kunjarani, misol boshqa yemlarning narxi baland. Siz misol arzon variantlarni o'zingiz boshingizdan o'tkazganingiz uchun, qimmatga tushib turganingiz uchun arzon variantlarni oqtargansiz. Ham hali nima deydi, effektdan bersam ham zarar ham bo'lmasin. Yaxshi Muhammadjon, menimcha to'liq video qo'limizdan kelgancha yoritishga harakat qildik. Yo yana gapingiz bo'lsa? Endi xalqimizga aytamiz, xudo xolasa faqat bizning gapimiz olmasdan boshqa veterinarlar bilan ham bir gaplashib maslahat qilib ko'rishaversin bu narsani. Ko'pchilik mana veterinarlarimiz ochiqlamaydigan narsalarni masalan xalqimizga aytayapmiz-da bu narsani. Sir saqlanadi, chorvachilikda sir saqlanib turgan narsalar ochiqlayapmiz. Chunki maqsadimiz xalqimizga arzonroq go'sht yetkazib berish, arzon. Chetdan kirib turgan go'shtlarni iloji boricha olmaslik. So'yilib kelyapti, go'shtlar muzlab kelyapti, boshqa bo'lyapti. O'zimizni o'sha sifatli, o'zimizni qo'ralarda boqilgan go'shtlarga, qo'ylarga yoki mollarga yetmaydi-da baribir. Tushunarli. Bag'dagi chetdagi davlatlarda boqilib turgan, qaysi holatda boqilib turgan hech kim ko'rmagan. Rahmat Muhammadjon, qo'lingizdan kelgancha tushuntirishga harakat qildik. Yurtdoshlarimiz yanada videolarimizda qo'limizdan kelgancha sizlarga foydali ma'lumotlar berishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.